dasturni yaratish, nöqdan tushuntirib başlayman. Nöqdan degani Flutter'ni yaratishdan başlayamiz. Birinchi New Flutter Project. O'zi endi bu yerda Flutter bo'lmagan vaqtida şurada New Flutter Project boshqa vaqtida beri bo'sh turadigan bo'lsa, ishlatardik. Ya Flutter degan papkani ko'rsatib berishimiz kerak edi. Va bu yerda biza Flutter'da qo'yishimiz kerak edi birinchidan. Tushunarlimi? Şurada Flutter'da qo'yib, endi bu yerda Flutter'ning SDK'si o'rnatilgan papkani ko'rsatib berishimiz kerak edi. Va shu yerda next tugmasini bosamiz. Ayın bira. Ha? Görmedim. Görüntü tut. Mazlumayet olmadan teşhir olur mu? Hoş. Mening birinchi Flutter dasturimda qilamiz. Veramiz. Create atib beramiz. Şurada. Bu yerda yana qaysi platformalar uchun yaratyapsan dedi. Android uchun yaratib bo'ladi ekan, iOS uchun, Linux, macOS, web, Windows uchun ham yaratsa bo'ladi ekan. Ya'ni ikkala platforma bir dana kod bilan 6 xil platformaga bir vaqtda dastur yaratsa bo'ladi ekan. Bizda hozir imkoniyatimiz bor Windows uchun yaratish, Windows uchun yaratish uchun qo'shimcha SDK'sini o'rnatib berish kerak ekan. Hozir men o'rnatmanim uchun uni ko'rsatib beraman. Lekin web versiyasi uchun hamda Android versiyasi uchun qilib bo'ladi ekan. Mac uchun ham ko'rsatib beraman, sababi Mac kompyuter kerak ekan u uchun. iOS yaratish uchun. Ona nimasini emulyatorlarni qarab ko'rish kerak, lekin emulyatorlari nima yaxshi ishlamaydi deb aytib o'tdi internetda ko'rganimda. Bor ekan. Demak, o'zi asosiy kod main.dart deganda ishlaydi ekan shu. Main.dart da ishlaydi kodlarimiz. Bu yerda kodni ko'radigan bo'lsak, 1 tonna kod yozilgan, mujmal, tushunarsiz. Endi shularni birinchidan tushunib olishga harakat etamiz. Uning uchun Flutter tutorial degan saytlarni ko'ramiz. Shu tutorial saytlar bilan birgalikda ishlaganimiz ma'qul Flutterda. Dokumentatsiyalari to'g'ri aniq ko'rsatib beriladi. Xo'sh, hozir bu yerda qaysi platforma uchun kompilyatsiya qilacaksın deb so'rab turibdi. Birinchisi Chrome web uchun, ikkinchisi Edge web, ya'ni Edge degan browser ham bor, Chrome browserimiz ham bor. Keyin Windows desktop uchun, Windows uchun ishlamaydi, sababi unga SDK'si o'rnatilmagan. Uni nereden bilamiz? Uni yine bir de Flutter doktorda yazsam nav kamchilik borligini aytib beradi bizlar shurda. Nav kamchilik bor, navni o'rnatishimiz kerak haqida shurda aytib beradi Flutter doktor desak. Shurda anglashimiz mumkin. Endi yana Visual Studio Missing Component ishlatish uchun, ya'ni desktop ishlatish uchun shunday narsalar kerak deb turibdi bu yerda. Şuranı o'rnatib olishimiz kerak-da. Hozir uni lekin keyingi darsda ko'ramiz. Hozir vaqtimiz yetmaydi ko'rib o'tirmoqqa. Zavasxoni ko'rib olsak bo'ldi. Xo'sh, kabel qanday? Kabel bilan ko'ramiz hozir. Hozir telefondan bakaman. Telefonu taktım. Bu yerda telefonum paydo bo'ldi.
Burada birinchi Chrome deyana qo'yamandan run qilib beraman. Hozir Chrome'da açışı kerak shu platformani. Yani o'zi server yaratdi, IP verdi, localhost 62650 degan port açıp verdi bize. Sel qattiqroq ishlaydi bize de Android uchun yaratiladigan page'imizni nimasini web versiyasi endi mana nima uchun ishlatamiz hozir. Telefon tanlayimizdan onun uchun kompilyasiya beramiz. Endi bu yerda menimcha devices'da ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Telefonning ekranini Şurada hozir Gradle'larni ishlatib, nima qilib ishlaydi. Azad telefon için yaratıldı bilmemiz. Aşağı web açkan ama dasturumuzni nerede açıp verdi. Telefonda açıp verdi. Qarang, kişi bakıl gördüysem. Nasıl nerede? Emberdə yazılarını o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, endi bu narsa title, yani bu neredeki yazı bu. Endi buradagi Flutter'da homepage, yani bu emberdagi app'larda turadigan yazı bu. Dasturimda böyle yazamiz. Ama bunu kompilyasiya beramiz. Bu yerda ham web uchun ketishi kerakmi, ham Android uchun ketsa kerak. Hammasi ko'radigan. Bir vaqtning o'zida hammasini kompilyasiya qilib beraman ekan. Mana Windows uchun yaratsak bo'lsak, biza Visual Studio ni ishga tushirishimiz kerak. Visual Studio kerak bo'lsa, Visual Studio'ni SDK'larni o'rnatib olib, shunda yaratishimiz kerak bo'ladi. Mana shu kodni chaqirib olib importlar bir marta yozaman bo'ldi. Gördüğünüzden bize de azıp özü dasturlarını işletip yaratılıp tuttu. Yurttuğunuzdan. Bir dana web sayt yaratığı vaxtında özünü yanında mesela yaratılıp ketiyatır. Android versiyadagi dasturu ham şunun özünde yaratılıp ketiyatır. Mening Flutter dasturumda yozuv avno etib ko'ramiz. Mening birinchi Flutter dasturum
Bu özgərmədi. Səbəbi bizə bir-də Chrome Web degənini tənləb qılğanımız yox. Tənləb başından kompresiya bərabərimiz. Bir-də ilə Webdən ham o'zgardi. Bizani mening birinchi Flutter dasturimda yozuv o'zgardi. O'zgardi. Da Android versiyasi o'zgardi. Xo'sh. Endi bu kodlarni bize iloji boricha kichraytirishimiz kerak. Kichraytiramiz. Bizlar hozir ko'p narsasi ortgacha, sababi endi o'rganyapmiz. Nolani qoldirishimiz kerak bize. Bu yerda biz hamma vajini o'chirib turamiz hozir. Hamma vajini o'chiramiz. Va ishni o'sha nadan boshlaymiz? Toza bir page açamiz. Ya'ni empty degan page açamiz. Ya'ni dart file yaratamiz bu yerda. Empty degan dart file yaratamiz. Bu dart file'imizda navlar bo'ladi. Bize chaqirib olishimiz kerak bo'lgan narsa birinchi birda dizaynni chaqirib olib qo'ysak bo'ladi. Endi material dizayn Flutter uchun import chaqiriladi kutubxonalar. Ayni birda class yaratiladi. Class empty app deb qo'yamiz. Empty app hamda extends olinadi. Bu yerda stateless widgets degan narsadan classdan meros olinishi kerak. Bizning dasturimiz oynasi ishga tushishi uchun. Mana shurda build funksiyasi bor. Berana yazib qo'yamiz. Constanta empty app. Empty app bera super key deb yazib qo'yamiz. Ya'ni shu build funksiyasi işi asnoviy bizlara ekranni yasab berish uchun kerak bo'ladi. Nada Android o'zida, ya'ni Java'da yildarizlar bo'lsa, onCreate yoziladi ekan. Bunda shu narsalarni build funksiyasining ichida yoziladi. Scaffold degan nimasi bor. Bu shu oynadagi app barlarni, emberdagi kontentlarni qo'shib berishga yordam beradi shu retronativ scaffold degan nimasi funksiyasi bor. Endi app bar qo'shiladi. App bar MDP'dagi ustundagi nimasi. Application bar degan app bar bera endi yoziladi title'ına bera text berda addi text function application bar maydon deb qo'yamiz. Application bar maydon. Va endi bera endi nav yozamiz bera. App bardan tashqarida body yoziladi. Body bu tanasi. Yana berda tana qismi body hisoblanadi. Body esa tanasi va bu yerda centerda qo'yamiz buni. Yani centerda yani şu merkezde joylashadi yozuvlarimiz. Center burada onun içindeki child'lar yani içinde no element bo'lsin. Text. Yani text yazamiz bu yerda. Bu bosh sahifa. Deb ad beramiz buna. Endi buni main'da chaqirib olishimiz kerak. Buni chaqiramiz. Buni chaqirib olishimiz uchun shu run app degan funksiyasının içinde material app class çakırladı ve onun içinde home yazılıp şurada empty app yazıladı. Bunlardan bir de çakır basımızı import atıp import empty dart file çakırladı ve bir de home'da empty app class'ı çakırıp alınır. Ve şunu kompilasiya belki ko'ramiz.
Ha? Mobilda ustanov ketib ko'ramiz hozir. Hozir web uchun ustanov ketdik-ku. Bu yerda yana webda ishladi. Bu bo'sh sahifadagi yozuv chiqdi. Application bor maydonda yaratildi. Hozir mobilda o'tirib ustanov ketib ko'ramiz. Tutorial'dan internet yaxshi ishlamasa telefon uchun ustanov ketayotgan vaqtida internet yaxshi ishlashi kerak ekan. İnternet yaxshi ishlamasa har safar bu Gradle'ni internetda olib turadi ekan. İnternetin chala ishlab qolsa, telefona ustanovga bo'lish jarayonida ошибкалар chiqib qoladi. Yani işlemegənin səbəbi mən yine bir də webdə qoymadım. Mən bunu işlətib verdim ki, play'ına basıb verdim. Ana şunun hesabına bir də xatalık gəlib qaldı. Hazır bir də telefonun özünə qoydurub keyin ustanov etdim mən. Şu üçün telefonda çatdı, indi işlədi. Yine danam işlət tutdu. Danam işlət tutdu yine bir də. Hoş. Polat tutorial'dan sayta gelemiz. İnternet yaxşı işlemiyor. Şunu mod tutup. Hoş, sizlerle hazır yani ustanov etken bolsanızlar birinci neyizni yaratılmadan işte başlayın. Düşünün, boş sahife bir meydanını yaratınlar. Hem web için hem Android için. Yani nerede görürüz tutoriallar kalıyor, çıkarımız hazır. Şu linkten tasarruf edin. Linkten var kompüterinde. Nemiyada introduction kısımdayla gösterilgen my homepage etip yaratılgan bir yazılış nasıl strukturaları string belirgen bir de stringler yani böyle şuradayla birinci boş namı Hello World yazığını çıkarır. Mana arxitekturasını içik homepage build'ın içinde boladı. Build'ımızda scaffold'ını çakırıp alış gerek dedi. Build'ın içinde scaffold'la çakırılışı gerek. Yani bu ikinci katlam değil, yani level, yani build'ın içindeki katlam. Bu dedi scaffold özünde app barını center'dan çakıradı. Center'ın içinde text çakırılıp tuttu dedi. Hoş, neçik widgetleri var, materyalını. Scaffold, app bar, bottom, navigation bar, tab bar, view, list, type, tile, side button, floating action button, flat button, icon button, drop down button ve hoşçakalın. Bir neçte neleri var iken bunun. Widgetleri var iken. Bir de indi layout widgetleri, layoutlar bilamiz nerede göreceğimiz Android'da neçik layoutlar var. Liner layout var, relative layout var, constraint layout var, yana grid layout vaxa yazar. Şimdi layoutların vəzifəsi var. Bunun vəzifəsi nə olur? Özü layoutların vəzifəsi. Özündə elementlərini joylaşdırıb verəcəkdir. Neçik halətdə joylaşdırır. Yine bir dənə center dəyənin yana faydalandıq bir də.
Center degani shu ma'lumotni, ya'ni yozuvlarni yoki nodir bir ma'lumot bo'lsa, shuni markazga joylashtirib berishga xizmat qiladi ekan. Bunda row degani bor ekan, horizontal joylashtirib beradi, column vertikal joylashtirib beradi. Stack degani arrange one above the another, ya'ni boshqa bir nimani tiyinda yoki ustida joylashtirib berishga xizmat qiladi ekan. Bu yerda tekstlarning turlari quyidagicha yozilishi, nishatib yoziladi. Tekstlar bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Rasm qo'shish. Assets papka, assets papka nerda turadi degan bu yerda. Assets papka, assets şöyle qo'shib ko'ramiz hozir. Assets nimada ko'rsatganman. Assetsni nerda yozish kerak ekan bu yerda hozir ko'radigan. Ancha shu papkalarni o'zini yonida qo'ysak kerak, ko'ramiz hozir. Hozircha yana rasmlarni qo'yish, joylashtirish ishlar ko'rsatilgan. Xo'sh, biz ham bir yaratib ko'ramiz hozir. Shuna assets papka qo'shib ko'ramiz. Assets papka qo'shdik. Buna rasm tashlab ko'ramiz hozir. Mana shu internet ishlamayapti. Qani boshqalar ustanovka etdimi? Ha? Asay. Ha? Bu patlaşan zip faylını zamanı tutardı. Özüne de başta şansı Yok, o'tgan yana kim oladi? Sog'adingmi? Telefon batib nima flashkang bormi yonida? Sherit bormi? Sherit ishlatasiz? Saray? Yok. Sherit bormi? Sherit. Uzoq berish. Shundan foydalanib. Ma'qaran tez o'tinglar buni. Kurma ish bergan foydasi yo'q. Kurma o'rganaversam sizlarga nima foydasi bor? Ha? Hozir atalay ishlaringiz, buni kodlarni tashab berganim bilan ham buni ishlataversangiz barakalloh endi. Shu an yetib boradigan. Endi bunlarni ko'rishingiz kerak. Adına tutorial saytında hamma narsa solda tushuntirilgan ekan. Shuni ko'rib chiqish kerak tutorial saytini. Introduction layouts degani boyna layoutlarni ishlatish, ishlatiladi. Bu yerda ko'rsatilgan child container, yani bir tane nerede navut joylashadi, navut chiziqlari nechik qo'yilgan, hamma o'zini ko'rsatib bergan ekan. Yani bir tane navlarni ishlatib qo'yishlarni hamma o'zini ko'rsatilgan ekan. Kodlari bilan bircha. Shularni ishlatib chiqish kerak hammasini. Hozir sizlarning atalay ishlaringiz birinchi Flutter'dagi aşı nimani ham Windows'da, webda ham nima ko'rsinlar. Telefonda. Qo'llarni tashlab qo'ydim. Mana göz çekmedi, chatda üstüne. Flutter'da tez ustamab keldingmi bo'lib 2-3 bor naqamdan gitmas edi. Aldingmi? Sen naqamdan gitmas yaxshi. Shuning uchun uyingda shuni faylini olib kelib, yerda flashkada tashlasangiz bo'lmaydi. Telefoningizga tashlab kelasiz.
Tamam gerek değil. Yazmayacağız. Tatbikte kurulman gerektiğini Neyinden var? Tamam. Bu da